Tor joyda avtoparkovka qilishga qiynalyapsizmi? Haval bilan bu juda oson. Avtoparkovka harakat funksiyasini eslab qolish, bularni nima ekanligi va ulardan qanday qilib oson va qo'rqmasdan foydalanish mumkinligini tushuntiramiz. Avtomatik parkovka bu nima? Avtoparkovka paytida avtomobil rul, gaz va tormozni mustaqil ravishda boshqaradi. Datchiklar, kameralar yordamida atrofni skaner qiladi va avtomobil sizga joy topadi va parkovkani sizning yordamingiz amalga oshiradi. Harakat yo'nalishini takrorlash bonus va foydali funksiya. Avtomobil 50 metr masofagacha eslab qoladi va uni teskari ravishda takrorlaydi. Masalan, tor yerosti avtoturargohga kirdingiz, tugmani bosasiz va mashina xuddi shu yo'nalish bo'yicha mustaqil ravishda orqaga harakatlanadi. Tor joylarda ham stressga o'rin bo'lmaydi. Avtomatik parkovkani qanday qilib ishga tushirish mumkin? Mo'ljallangan joy yaqinida tezlikni 30 km/soatgacha pasaytiring. Tizim avtomatik ravishda atrofni skanerlaydi va mos variantni taklif qiladi. Ekranda bildirishnoma paydo bo'ladi. Tanlovni tasdiqlang. Qo'llaringizni ruldan oling. Tizim boshqaruvni o'z zimmasiga oladi. Maslahatlar va cheklovlar. Tizim yo'l chiziqlari, bo'sh joylar bo'lgandagina to'g'ri ishlaydi. Noqulay ob-havo sharoitida qor, datchikdagi loy tizimni aniqligini pasayishi mumkin. Doim atrofingizdagi vaziyatni kuzatib boring. Tizim yordam beradi, lekin haydovchini o'rnini bosa olmaydi. Datchik va kameralar tozaligini muntazam tekshirib turing. Havaldagi avtoparkovka va harakat yo'nalishini takrorlash funksiyasi bu hashamat emas, balki shahar uchun foydalanish uchun bo'lgan aqlli vosita. Bir marta sinab ko'ring va sizga parkovka qilish stress bo'lmay qoladi. Test drive'ga yoziling. Avtomatik parkovkani o'zingiz sinab ko'ring. Havola tavsifda.